Assalamu alaykum Uyg'ur tilining aziz ishtirokchilari. Navbatda huzuringizga qayerga menish to'g'ri nomli hikoyani sunmoqchiman. Qiynamsa diqqatinglar, menda olsun. Qayerga menish to'g'ri. O'tgan zamonda ma'lum bir yezda bir imom o'tgan ekan. U ancha do't bo'lmasimi? Degandek aqlliqlardanmi emas ekan. O'zining qilgan ishining to'g'ri xatoligiga hukm qila olmaydi ekan. Shundoq bo'lg'achqa boshqalar tarafidan doim kulkiga qoladi ekan. Kunlarning birida imom jamoatni boshlab to'yga berishga to'g'ri kelib qopti. Imom o'zini jamoatning otasi deb qarag'ashqa to'pning oldida menibdi. Biroq o'ylamagan yerdan biri: "Mollaka, sizlar sarkidakla to'pning oldiga o'tyapmı? Bu nima qilganlari? Adab qoidani unutib qoldimi?" debdi. Imom qat xijolat bo'lib, asta-asta to'pning orqasida qilishga boshlabdi. Bu ishga qarata ko'nglida noroziligi bo'lsa-mu, bir yig'izmo gap qilmay to'pning orqasidan mengayveribdi. Ammo imomning to'pning orqasida mengishi jamoat yoqmabdi. Jamoat o'z imomning o'zlarini boshlab menishni xohlaydi ekan. Imomning orqada qolganligiga norozi bo'lgan jamoatning biri imomga: "Mollaka, sizlarga nima bo'ldi? Put ko'ygan to'g'ridek menib jamoatning yetisholmay qoldingmi?" deb ta'na qildi. Imom chandurmasdan asta to'pning ichiga kirib oldi. Imom shu qatorda bir dam menibdi. Ko'nglida: "Endi mangan o'rnim bo'lgan o'xshaydi" deb xeyli xotirjam bo'ldi. Ammo imom to'pning o'ttirsida manganligini ko'rgan biri imomga: "Mollaka, yuraklari qushqashning yuragidek nimancha kichik. Qo'rqinchaqlik qilib to'pning ishi kiryaplig'i. Bu nima qilganlari?" debdi. Imom xijolatchilikda yerga kirib ketgili tos qopdi. Ko'ngli parakanda bo'pti. O'zining jamoatning oldida to'g'ri ish qila olmay gapga qolganligidan nomus qildi. Endi imom yo'lni xato olmaslik uchun ko'nglida muvofiq bir chora tepishni niyat qildi. Xeyli uzun bosh qatiribdi, ammo muvofiq bir amal topa olmabdi. To'la o'ylab, beshining ichimi, teshimi qaytibdi. Xiyollar teniga tosh bo'lib ketibdi. Ammo u to'y bo'lgan uyning oldiga kelguncha zodi qayerda menishni lozimligini topa olmabdi. Imom zodi qayerda mangis to'g'ri bo'ladi? Aytib beralamsiz? Javobi: imomda boshlamchilik qilish iqtidori yo'q. Shuning uchun jamoatning kulgisiga qolgan. Boshlamchilik qilish iqtidori bo'lsa, boshqalarning nima deyishidan qat'iy nazar hamon jamoatning oldida mengayveradi. Kulgigimi qolmaydi.